Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilari. Hozir sizlarga Germaniya mamlakatidan taklif etilayotgan ish o'rinlari haqida ma'lumot beraman. Qanday ish o'rinlari taqdim etilgan, qaysi ish o'rinlariga nima desam bo'ladi, raqobat yuqori, yaxshi oylik maosh beradi, qolaversa ketish xarajatlari qanday hujjatlar taqdim etiladi, til borasi, yosh chegarasi. Hozir mana shularni viza necha yillik bo'ladi, hammasini to'liq aytib berishga harakat qilaman va brutto, netto farqlarini ham tushuntirib beraman. Xo'p, Germaniya siz borishga arziydigan mamlakatmi yoki qilinadigan xarajat va harakatlaringizni inkor etadigan, ya'ni qoplamaydigan mamlakat? Mana shu haqida o'zingiz ham kommentariyada fikringizni yozib qoldirasiz. Birinchi o'rinda u yerdagi oylik maoshlarni bilish uchun albatta mamlakatning foizlaridan xabaringiz bo'lishi kerak va qanaqa ishlarga talab yuqoriligini bilishingiz kerak. Ya'ni mamlakatga borgandan ishlab ketish uchun. Xo'p, ana endi aytib o'taman. Iqtisodiyotidan boshlaydigan bo'lsak, 193 ta mamlakat ichidan 3-o'rinda turadi. Xitoy va Amerika Qo'shma Shtatlaridan keyin yalpi ichki mahsuloti 5 trillion dollarni tashkil etadi. Xo'p, Germaniyada qanday sohalarda ishchi kuchi kerak? Ishlab chiqarish sohalarida, fabrika, zavod sohalarida ishchi kuchi kerak. Sababi Germaniyada avtomobil sanoati, avtosanoat ishlab chiqarish va kimyo sohasi bo'yicha ancha rivojlangan. Ya'ni avtosanoat BMW, Mercedes, Audi kompaniyalari Germaniyada joylashgan. U yerda mana shunday zavodlarga ishlovchi fuqarolar kerak albatta. Ishchi kuchi kerak. Ya'ni ishlab chiqaradi, butun dunyoga hamda Yevropaga eksport qiladi avtomobillarni. Ishlab chiqarish sohasida esa katta fabrika, zavod sohalariga kerak bo'ladigan robot texnikalarni ham aynan Germaniya ishlab chiqarib, Yevropa va butun dunyo bo'ylab tarqatadi. Dori ishlab chiqarish bo'yicha ham Germaniya oldinda, shuning uchun ham Germaniya Yevropada iqtisodiyot o'chog'i deb, qozoni deb nomlanadi va nom olgan. Agarda siz Germaniyaning soliq tizimini bilmoqchi bo'lsangiz, bu 25% ni tashkil etadi. Oddiy Germaniya fuqarosi qaysidir ishda ishlab, bir yilda 100 ming dollar daromad ko'rsa, mana shu 25%, ya'ni 100 ming dollardan deylik 25 ming dollarini Germaniya hukumatiga topshiradi soliq sifatida va buning uchun davlat o'sha fuqaroga tibbiy sug'urta, tibbiy ko'riklarni arzonlashtirib, iloji boricha bepul qilib beradi. Tekin nima desam bo'ladi, tekis yo'l. Ikkinchisi, keyingi o'rinlarda esa ta'lim sifati bo'yicha universitet, kollej hamda magistraturalarda bepul ta'lim olsa bo'ladi farzandingiz. Germaniyada ta'lim olish bepul va aholidan keladigan soliqlarga mana shunday imkoniyatlarni taklif etadi o'zlariga yana qaytarib. Xo'p, soliq kattaligi uchun Germaniyaning ko'pchilik fuqarolari biznes qilish uchun ham, tadbirkorlik qilish uchun ham va yanada yaxshi yashash uchun bunday katta soliqni davlatga to'lamaslik uchun boshqa mamlakatlarga ko'chib ketish holatlari statistikada katta ko'rsatkichga aylanib bormoqda. Germaniyaning o'zida qolgan fuqarolar esa onlayn uyda o'tirib kompyuter orqali boshqa mamlakatning birorta firma, kompaniya, korporatsiyalarida ishlab berishmoqda, onlayn daromad qilishadi va bu onlayn daromad orqali Germaniyaga deyarli soliq to'lashmaydi. Shuning uchun ham Germaniya o'zini fuqarolarini ishlataman desa, fuqarolari ishlashmaydi soliq kattaligi uchun. Kamroq talab bo'ladi. Shuning uchun Germaniya ayni O'rta Osiyoga yuzlangan. Sababi O'rta Osiyo fuqarolari deylik O'zbekiston Germaniyaga bormoqchimi, albatta nemis tilini o'rganib borishga yoki rus tilini o'rganib borishga harakat qiladi. Bu degani nemis ishchilari bilan muloqotni yanada yaxshilash uchun 2024-yilda 50 ming nafar vakansiya taqdim etilganda O'zbekiston fuqarolari uchun, afsuski bu to'lmadi. Menimcha 5 yilda ham to'lmasa kerak menimcha, chunki O'zbekistonda nemis tilini biladigan fuqarolar juda kam. Bilsa ham A1 darajada bilishar ekan, A2, B1 darajada biladigan fuqarolar shuning uchun kamligi uchun ham Germaniyaga borish O'zbekiston fuqarolari orasida kamdan kam uchramoqda. Xo'p, ana endi Germaniyada eng ko'p kerakli ish o'rinlari, ishchi kuchlari qanday kasb egalari hisoblanadi? Xo'p, logistika sohasi, fura, yuk mashinalarini haydash, elektrik sohasi, montajchi, payvandchi, ya'ni xalq iborasi bilan svarshiylik. Xo'p, ayollar uchun hamshiralik, qishloq xo'jaligi, ham ayol ham erkak, qariyalarga qarash, ayollar uchun, erkaklar uchun qassobchilik, zavod va fabrikalarda metallurgiya sohasida ishlash. Qolaversa yana qanaqa ishlar bo'lishi mumkin? Ko'pincha remont sohalari bo'yicha ham, ta'mirlash sohalari bo'yicha ham ishlasangiz bo'ladi, talab yuqori. Xo'p, hozir sizga Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus
Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv, va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga qaysi tur davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Xo'p, Germaniyada oylik maoshlar qanday? Germaniyada oylik maosh 2000 yevrodan 2500-3000 yevrogacha eng balandi oddiy ishchilar uchun. Xo'p, 5 soat bir kunda 8 soat ishlanadi, bir haftada 5 kun, 6-kun tushlikkacha ishlaysiz. Xo'p, ana endi brutto va nettoni tushuntirib beradigan bo'lsam, masalan, bitta vakansiyada ish talabida bir oylik maoshingiz 3500 brutto deb yozildi. Brutto degani bu soliqlari olib qolinmagan oylik maosh. Ya'ni siz 3500 yevro olganingizdan so'ng 700 yoki 800 yevrosini davlatga qaytarib berasiz. Ya'ni o'zingizga qolgani 2700 yevro bo'ladi. Netto deganda esa brutto emas, netto. Bu 2700 yevro sizga berishadi. Siz hech qanday soliq to'lamaysiz, chunki soliqlarni o'zlari olib qolishib sizga netto ko'rinishda berishadi. Netto ko'rinishida oylik olgan shaxsga soliq qo'yilmaydi, chunki davlat o'zi soliqlarni yechib olib, naqd ko'rinishda oylikni o'sha ishchini qo'liga berishadi. Xo'p, ana endi mana shunday ish o'rinlari, mana shunday oylik maoshlari aytib o'tdim. Endi qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda qizil pasport kerak bo'ladi, ikkinchi o'rinda 3 ga 4 surat oq fonda kerak bo'ladi, uchinchi o'rinda sudlanmaganlik haqida hujjat, bu davlat xizmatlari markazidan olishingiz mumkin. To'rtinchi o'rinda oxirgi tugatgan ta'lim turingiz bo'yicha dokument, ya'ni maktabni tugatgan bo'lsangiz 11 yillik attestat, kollej bo'ladigan bo'lsa diplom, texnikum bo'ladimi, litsey bo'ladimi, diplom, universitetmi, magistraturami, diplomingizni shunday ingliz tiliga o'girgan holda hujjatlaringiz orasiga dokumentlarga taxlab topshirasiz. Mana shunda siz ro'yxatdan o'tganingizdan keyin ish beruvchi bilan suhbatga kirishingiz mumkin bo'ladi. Keyin sog'liqni joydaligi, talabga javob berilishi haqida hujjat ham bo'lishi kerak. Masalan, tibbiyot markaziga borasiz, har bitta shaharda, tumanda borib, o'zingizni tibbiy ko'rikdan o'tkazasiz, xulosa natijasini qog'ozga tushirib, dokument tariqasida topshirayotgan hujjatlaringiz orasiga qo'shasiz. Xo'p, jinoiy sudlanmagan bo'lishingiz kerak deganda, ma'muriy sudlanganlar ham hujjat topshirsa bo'ladi. Masalan, avariya holatida odam urib yuborgan, o'lim holatlari qayd etilgan, o'g'irlik, mana shunaqa katta jinoyatlar bilan afsuski sizni hujjatingizni qabul qilishmaydi. Endi ish beruvchilarning talabi shunday. Xo'p, agarda siz Germaniyaga bormoqchi bo'lsangiz, hozirda nemis tilini bilishingiz kerak B1 yoki A2 darajasida. Bilaman, siz Rossiya yoki Turkiya, Koreya mamlakatida bo'lishingiz mumkin yoki O'zbekistonning markazga yaqin bo'lmagan viloyatlarida bo'lishingiz mumkin. Bizda mana shunday yangilik, imkoniyat bor siz uchun. Nemis tilida bepul til kursi. Germaniyaga siz ishga bormoqchimisiz? Nemis tilini bepul o'rganmoqchimisiz biz orqali? Mana shu kommentariyada ism, familiyangiz, yoshingizni yozib qoldiring. Qaysi davlatdan ekanligingiz muhim emas, chunki Rossiyada bo'lsangiz ham bemalol hujjat topshirsangiz bo'ladi. Ya'ni suhbat bo'layotgan vaqtda Rossiyadan kelishingiz kerak bo'ladi. Koreya, Turkiyada bo'lsangiz ham hujjat topshirib, suhbat vaqti kelsangiz bo'ldi. Agarda siz nemis tilini bilmasangiz, birorta to'garaklarga qatnashib 300 ming, 400 ming berib, birinchi oy qatnashib, ikkinchi oyda menga emas ekan deb chiqib ketganingizdan ko'ra, bizni onlayn kursimizga qatnashing, bepul. Qatnashish yo'li qanaqa? Kommentariy yozasiz, like bosasiz, videoga screenshot qilasiz. Hozir Telegramimizga qanday obuna bo'lishni o'rgataman. Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizga kirganingizdan so'ng nemis tili kursiga qatnashmoqchilar
mana shu akkauntga yozsin degan akkaunt qoldiramiz. Akkaunt ichiga kirasiz, skrinshotingizni tashlaysiz hamda menga nemis tili havolasini jo'nating. Nemis tili kursiga qo'shilmoqchiman desangiz bo'ldi. Sizga shunaqa havola tashlanadi. Havola ustiga bosib kanalga obuna bo'lasiz va nemis tilini o'rganishni boshlaysiz. Agarda nemis tili sizga ma'qul kelsa, B1 darajasida o'rgatilgan kanalda bemalol o'rganishingiz mumkin. Suhbatgacha tayyorlanib, agarda sizga ma'qul kelmasa, nemis tili qiyinchilik tug'diradigan bo'lsa, o'sha yerda bo'ldi, nemis tilini menga emas ekan, Germaniyaga emas, boshqa mamlakatga borishga harakat qilaman deb fikringizni o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Asosiysi qanaqadir xarajat qilib, xarajatingizga kuyib qoladigan taklif yoki yangilik emas. O'ylaymanki, hammasi tushunarli bo'ldi. Kommentariyada izohlaringizni yozib qoldiring. Nemis tili kursiga qiziquvchilar bo'lsa, o'sha ism, familiya, yoshingiz bo'ldi, o'shani bitta skrinshot qilasiz, like bosasiz hamda Telegram kanalimizga kirib bizga nemis tili kursiga qo'shilmoqchiman desangiz bo'ldi. Mana shunaqa ma'lumot. O'ylaymanki, hammasi tushunarli bo'ldi. Qisqacha tushuntirish berdim. Kuzatib borganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Ko'rishguncha salomat bo'ling.